Hop, shu videoda nasiyalar bo'limi haqida gaplashamiz. Hop, buning uchun yana bitta mahsulot qo'shib olamiz yoki buni qaytarish qilamiz. Sotish muddatli to'lov, boshlang'ich to'lovi 250, 3 oyga 30%. Hop, sotuv qo'shildi. Nasiyalarga o'tadigan bo'lsak, уже nasiyalar ro'yxati ko'rinadi bizda. Hop, jami qarz, jami nasiyalar, kechikkan sotuvlar hammasi shu yerda ko'rinadi. Keyin SMS ham jo'natsa bo'ladi. Mijozga yuborish qiladigan bo'lsak, messagesni ochib turib nomerni ochib beradi. Bitta jo'natib qo'yish qilaveramiz. Bundan tashqari ta'minotchilar ta'minotchilar bo'limi deylik, Samsung, Artel, Farg'ona. O'sha ma'lumotlari ko'rinadi, nomeri, mahsulotlar. Endi omborga mahsulot qo'shib turganda shu dilerda tanlab olib turib mahsulot sotsak bo'laveradi. Unda nima bo'ladi desak, ertadan keyin qaysi ta'minotchidan qancha narsa olganimizni bilsak bo'ladi. Ya'ni qaysi mahsulot kimdan olganmiz, kimdan qanchalik tovar olganmiz, hammasi ko'rinadi. Hop, undan tashqari mijozlar bo'limi bor. Biz sotuv qilganda kimga sotuv qilsak, avtomatik u odam mijoz sifatida platformada saqlanib qoladi. Hop, hozircha shu keyingi darslikda inventarizatsiya haqida gaplashamiz.